If I could be honest, here in this moment, I've been so nervous to stand here with you. They're all here for us, and I feel their aura. But just for a moment, I'll pretend it's just you. Yes, they can hear us, but they don't understand. I have said all of my vows behind the curtain. I know they see us, but they don't stand a chance. I have kissed those lips 1,000 times before this. Tomorrow I'll open my eyes and I will whisper to my wife, I belong to you. And I will wait to hear you say, as a tear rolls down your face, I belong to you. If I could be honest, here at the altar, I refuse to grow older unless it's with you. I fell in love and made you a promise, though I'd never noticed how much it meant to you. Yes, they can hear us, but they misunderstand. There is more behind these words that we have spoken. I know they see us, but only at a glance. Only you know the man that I am beyond the surface. Tomorrow I'll open my eyes and I will whisper to my wife, I belong to you. And I will wait
tuyg'ular o'tar bilasan, yallolar, tillolar o'tar bilasan, bir kuni Xudoyimni kutar bilasan. Bu 5 kunlik dunyoda maqsading nima? Gohida och bo'lsang, gohida to'qsan, gohida g'am bo'lsang, gohida sho'xsan. Bugun shanba bo'lsang, ertaga yo'qsan. Bu dunyoga mehmonliging unutma. Qadim yerimizni Turon deydilar. Bir onadan 5 ta o'g'lon deydilar. 5 viloyat 5 hokimi bor uning. Balqon ahil Mariliba tashavvuz. Onajonning bag'ridan oppoq kabutar uchdi. Baxtibor xonadonga baxtibor kelin tushdi. Bir qizi 2 bo'ldi qaynota qaynonaning. Yarim oy kulib boqdi bag'rida tun xonadonning. Sochlarimning qorasidan oqlari ko'p, yuragimning sog' joyidan dog'lari ko'p. Xalqimizning yaxshi gapidan g'iybat ko'p. Nahotki bu dunyo yolg'onchi dunyo. Yaxshilarga tekis yo'lda yurum yo'qdir, yomonlarga nomus yo'qdir, o'lim yo'qdir. Haq deganga tinim yo'qdir, shafqat bordir. Ko'rgiliging bunchayam ko'pmi? Yolg'on dunyo. Yaxshi yomonlarning ichida bir zarraman. Yomonning menlik, yaxshining axtaraman. Darding bilan o'lmay yurgan bir insonman. Nahotki bu dunyo yolg'onchi dunyo. Assalomu alaykum, xush keldingiz azizlar. 2 yoshlik to'yiga xush kelibsiz azizlar. Keling yo'llarimizni davramizga olamiz. Qarsangiz ila. Sevgi muhabbet bilen güzel ekan bu alem. Hayolimda haq edem, yuragim senda ketgan. Qalbim senin ochayim, mehr to'la ko'zlaring. Qalbim senin ochayim, sehr to'la so'zlaring. Dilimga socharim, mehr to'la ko'zlaring. Dilimga socharim, sehr to'la so'zlaring. Go'zalim borimsan, yurakdagi zorimsan. Yerda bolam jonimsan, go'zalik hayotsan. Go'zalim borimsan, yurakdagi zorimsan. Yerda bolam jonimsan, go'zalik hayotsan. Senda aşıksan, yüreğimde sevgin var. Dilim aytaman tekrar, mecnunman güzel. Kalbim senin açayım, sehr to'la so'zlar.
socharim Seher to'la sozlarim Dilimga nur socharim Mehr to'la ko'zlarim Go'zal yorim borimsan Yurakdagi zorimsan Dilda borim jonimsan Go'zal hikoyamsan Güzel yarım varımsan Yürekteki zarımsan Dilde varım canımsan Güzel hikayemsan yoki yor go'zal, dunyoda bahormi yoki gul go'zal, har qancha go'zal bo'lsa ham guling uni go'zal qilib bahorni yaratar, har qancha go'zal bo'lsa ham yoring uni go'zal qilib Assalomu alaykum, ta'zim qilamiz. Siz aziz mehmon do'stlarimizni to'yingizga chaqiramiz. Bugungi to'yimizga kelgan barcha mehmon va mezbonlarimiz nomidan davrimiz to'riga yarashgan to'yimiz podshosi Sharafjon, yo'llariga yarashgan go'zal mahbuba qizimiz Yulduzxonani bugungi nikoh to'yi bilan qizim qutlaymiz. Assalomu alaykum, o'zi yaqindan kelgan aziz mehmonlarimiz. Assalomu alaykum, Yarlaqovlar xonadoni Tangirlar xonadoni hurmatlar bezatib, qadamni rejida emasdan kelgan qavm qarindoshlarimiz. Assalomu alaykum. Davrimiz to'riga yarashgan to'yimizni shahzodasi Sharafjon, yonlariga yarashgan go'zal mahbuba kelinimiz Yulduzxon. Mana bugun unutilmas kechamizning bittasi. Osmondan nurlar yog'ilib, 2021-yilning 22-avgustini nishonlar ekamiz sizlar uchun atalgan bugungi baxt nikoh kechamizni ochiq deb e'lon qilamiz. Avvalambor shu xonadonni oilalari bilan, oliylari bilan tanishtirib o'tar ekanmiz. Farzandim unib o'tsa, el oldida katta to'ylar bersam deb. Bugun mana shu yoshga yetgan Sharafjonni buyukdan ona-otalari, ya'ni Yarlaqovlar oilasining buyuklari bo'lgan Muhammadjon akamiz bilan Arzulxon yengamiz. Xonadoningizdagi to'ylar muborak bo'lsin. Quda-qudachilaringiz ming yillik bo'lsin deb Tangirlar oilasining buyuklari bo'lgan go'zal kelinimizni shu yoshlarga yetkazgan Qamra akamiz bilan Dilorxon yengamiz. Xonadoningizdagi bugun farzand to'ylaringiz muborak bo'lsin. Nasib bo'lsa shu farzandlaringizning vaqtiga quvonib, quchoqlaringizga nabiralar yarashib yursin. Davrimiz to'riga yarashgan to'yimizni podshosi Sharafjon, yonlariga yarashgan go'zal mahbuba kelinimiz Yulduzxon. Sizlarning nikoh to'ylaringiz bilan tabriklar ekamiz. Baxtli hayotingizni baxt tilaymiz. Hayotda nimaki yaxshi niyatlar bor bo'lsa, sizlar uchun bo'lsin. Nasib bo'lsa, hayotingiz shunday go'zal bo'lsinki, oldlaringizga bezatilgan gullar kabi go'zal bo'lsin. Shirinliklar kabi shirin bo'lsin. Hayotingizda baxt va omad yo'llaringiz ochiq bo'lsin. Baxtli hayotingizning baxtli kelin-kuyovlari bo'lingizlar. Nasib bo'lsa, Sharafjon kuyov bo'lgan xonadonining kuyovlarimiz o'g'il farzandlari bo'lib bo'lganlari rost bo'lsin. Nasib bo'lsa, Yulduzxon kelin bo'lib tushgan xonadonning kelinlarimiz qiz farzandlari bo'lib kelganlari rost bo'lsin. Kelin desinlar, janon kelin desinlar. Sharafjon ishdan kelganlaridan Yulduzxon qo'llariga egilib so'lab qo'ysinlar. Kelin desinlar, janon kelin desinlar. Qaynonasi kelinjon deganda labbayk xolajon deb yugurib xizmat qilsin deganlari. Bir qasaklaringiz bilan. Yoshlarimiz baxtli bo'lingizlar, qo'sha qaringizlar.
ve kuyov bo'lganlari rost bo'lsin. Kelinimiz esa mahallasining eng xizmatkori, xonadonining eng samimiy bir kelini bo'lganlari rost bo'lsin deb to'ylaringizni tabriklaymiz. Tashqarilar izzatga to'lib qo'yingizlar-chi bugun. Bir-biriga orambash bermagan dilsiz kimsa yo'q bugun. Biz yuzma yuztirarkanmiz shunday go'zallar bilan qutlaymiz kuyovlarimiz Sharafjon kelinimiz Yulduzxonlarni bugungi nikoh oqshomi bilan deb ilk bor tabriklar so'z navbatini to'yimizni ochib berish uchun kuyovlarimizning Ali akasini davramizga taklif qilamiz. Ali akamiz marhamat keling to'y bazmimizni ochib bersin. Assalomu alaykum. Hammamiz Salomat bo'ling. Sizga qisqat salomatlik deymiz. Nasib bo'lsa davrimiz to'yga yarashgan kelin kuyovlarimiz farzandli bo'lib, farzandlarining to'ylarida qatnashish, to'ylarni ochib berib duolar berish sizga nasib bo'lsa deb to'y bazm kechamizni ochib e'lon qilamiz. Marhamatli kuyovlarimiz Sharafjon kelinimiz Yulduzxonni oy yuzini ochishingizga ruxsat beramiz. Biringiz suluv, biringiz palvon ko'z tegmasin. Yarashibdi bo'ylaringizga bo'ylaringiz qutlug' bo'lsin. Sharafjon Yulduzxon bugungi nikoh to'ylaringizda o'tirishlaringizga ruxsat beramiz. Shunday maktubinglar ko'p topgan vaqtingiz faqat o'zlaringizga emas hammaga yoqsin. Vaqtingizga baxtilagan baxtli odamlar orqalaringizdan zavqlanib havas bilan boqsin. Oppoq libosiga yarashibdi bo'yingizga. Qamma qarindosh keldi bugun to'yingizga. Allohdan so'raymiz, nur yog'dirsin uyingizga. Eng yaqin o'rtog'ingiz, elimizga manzur bo'lib kelayotgan san'atkor yigitimiz Otabekjon Xalmorzayev sizning xizmatingizda. Aziz mehmondo'stlarimiz, qarindosh urug'larimiz hamda Otabekjon Xalmorzayevning muxlislari. Mana bugun to'yimizni guvohi bo'lgan, davrimiz to'yiga yarashgan to'yimizni podshosi Sharafjon ila Otabekjon eng yaqin o'rtoqlar. Aslida sizlarning do'stligingiz abadiy bo'lsin deb niyat qilamiz. Do'stligingiz abadiy bo'lsin, so'ngsiz qadar do'stliklaringiz davom etsin deb hozirgi tabriklar so'z navbatini to'y bazm kechamizni ochib deb e'lon qilganimizdan keyin birinchi tabriklar so'z navbatini elimizga manzur bo'lib kelayotgan elimizni ko'nglida o'zining go'zal qo'shiqlari bilan muxlislarni allaqachon ko'nglini olgan. Bugun esa yon do'sti, jon o'rtog'i Sharafjon to'yida xizmatda bo'lgan Otabekjon Xalmorzayevning ilk tabriklar so'z navbatini eshitamiz. Assalomu alaykum, aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Bugun tarixda qoladigan bir kun. Bugun jon va jon do'stimning to'yi ekan. Do'stim, ma'lum bo'l, kelinimdan bo'shagan. Bugun nikoh to'ylaymiz. Kelgusi yil farzand to'ylarida bo'lsin. Alloh bilan Allohning baxtiga baxtli bo'linglar. Har zamon shu uyda bolalarning, farzandlarning sesi eksik bo'lmasin. Baxtli bo'lsin. Rahmat aytib
Things come that way,
Kaşlarına çizip kalanları almayı terbiyesini salanları. Kaşlarına çizip kalanları almayı terbiyesini salanları. Kalıverdim ben, kolcusu kalıverdim ben. Aldım gitti adamlar, benim yavrum gitti adamlar. Görmedim kirayı, gezindim Dubai'yi, görmedim kirayı. Düşüp geldi kara başından, yaman yürür öptü kaşından. Düşüp geldi kara başından, yaman yürür öptü kaşından. Şunu şunla başından, ben şunu şunla başından. Garip oldu bugün yaşından.